O'tgan safar Koreyada yuk mashina haydab qancha pul topsa bo'ladi degan videoyimga ikkinchi qismi batafsil. Bu o'zimizni hajmi o'zimizdagi Isuzu bilan bir xil. Koreyada turib yuk mashinani o'zini puliga olib, zakazdan internetdan o'zi topib ishlayman desa, 200-300 dollar, endi zakazga qarab 500 dollargacha topsa bo'ladi. Lekin uchun litsenziyani hammaga bera olmaydi O'zbeklardan. Faqat F vizadagilarga litsenziya beradi. Uning uchun BS prava kerak bo'ladi. Endi misol D2, Y7, Y9dagilar ham ishlasa bo'ladimi degan ekan ko'pchilik kommentda. D2 ga bermaydi. Lekin Y7, Y9dagilarga faqat firmani mashinasini minib ishlasa bo'ladi. Faqat o'shanda ham firmani yuklarni aqqa-baqqa toshib yuradi. Shunda ham faqat oylikka ishlaydi. Undan ko'p qolmaydi. Endi misol Amerikada ham trak haydaydiganlar ko'pchiligi o'zini mashinasini haydamaydi, firma, kompaniyani mashinasini haydaydi. Bu degani u daxliga pul topar ekan deb o'ylaydi ko'pchilik. Lekin ko'pchilik kompaniyaning mashinasini haydaganligi uchun hamma kelayotgan daromad o'zida qolmaydi. Katta qismi kompaniyaga o'tib ketadi va mana bu mashinani yo'q qilib qo'yadi. Salarga ham o'zi urush tufayli narx ko'tarilib ketdi. Shuning uchun yuk mashina haydarkan, zo'r pul toparkan degan gap yo'q hozir. Lekin topsa bo'ladi. Misol o'zingiz mashinangiz bo'lsa, zakazlarni ham internetdan o'zingiz olsangizgina normal pul topsangiz bo'ladi. Bu zakazni ham o'zimizdagi Yandex ilovalarga ochilgan ilovalar orqali zakaz olsangiz bo'ladi. Hamma zakazni to'liq ma'lumoti, narxi, qayerga borishi, batafsil o'sha ilovada zakaz haqida ma'lumot beriladi. Shuning uchun ko'pchilik yuk mashina haydarkan deb qasd so'rarmanda. Yuk mashinachilar ham kompaniyaning mashinasini mingani uchun ko'p pul kelmaydi. Faqat oylikka ishlaydi. Qachonki o'zini mashinasi bo'lsa, puliga olgan bo'lsa, o'zi individualni ishlasagina normal pul topadi.